Türkiye Maarif Ministerliği uyuşturgan mening tasavvurumdagi Xitoy temisidagi rasm musobaqasi tanqidga uchirdi. Bununla narazılık bildirgen Uyghur hareketi, balalar Uyg'urlarga zulm qilgan Xitoyni tasavvur qilmasin dedi. Xitoyning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi dunyo miqyosida tanqid qilinayotgan bir paytda Turkiyaning Xitoy temisidagi faoliyati keng tanqidga uchirdi. Uyghur hareketi Türkçe ijtimoiy taratquv hisobida bu musobaqaga inkas qaytirdi va musobaqani amaldan qoldirishga chaqirib mundaq dedi. Bugun irqiy qirg'inchilikqa duch kelgan Uyg'ur turklarini tasavvur qilayli. Irqiy qirg'inchilik qilgan Xitoyni tasavvur qilmayli. Bu musobaqa amaldan qoldirilsin. Milliy Maarif Ministerliğini bu musobaqani amaldan qoldirishga chaqirgan Buyuk İttifoq partiyasining Aydın viloyatlik raisi Sayim O'zyurak mundaq dedi. Bu irqiy qirg'inchilik va vahshiylikka sal qarash deganlik, amaliyatga sal qarash deganlik, hozirgi yuqumning Xitoy virusi ekanligiga ko'z yumish deganlik. Türkiye Xitoyning Sinovac şirketi bilan 100 milyon Wuhan virusi vaksinasini sotib olish kelishimi imzolagan bo'lib, bu vaksinalar 2 turkumda yetkazilishi planlangan. Lekin aprel oyigacha Turkiyaga kelgan vaksinaning miqdori 26 milyon bo'lgan bo'lib, oldin mo'ljallangan nishonga yetolmadi va bu sababli o'qituvchilarning tanqid sadolari kuchaydi. Türkiye Səhiyyə Ministri o'qituvchilarning Xitoyga qarshi pozitsiyasi Xitoy vaksinaning yetkazilishini kechiktirdi deb aybladi. Minister Faxrettin Koca, ba'zilar Xitoy bilan tuzilgan vaksina kelishimi uchun qora chaplash harakati boshlagan. Bugun vaksina qachon keladi deb so'rganlar, to'nog'in sezgur temalarni so'rab chiqib, Xitoy bilan munosabatimizni buzishga urindi dedi. Uning bayonotidan bir qancha soatdan keyin ya'ni Yaxshi partiyasining raisi Meral Akşener xonim Səhiyyə ministrlarining so'ziga qattiq inkas qaytardi. Bir televiziya kanalda bevosita tarqatilgan programmaga qatnashgan Akşener xonim mundaq dedi. Bugun Koca Efendi bir bayonot e'lon qildi. Men bek o'zimga oldim. Uyg'ur musulmonlar, Türk ayollari, Uyg'ur qarindoshlarimiz zulmga uchrayotdi. Irqiy qirg'inchilikqa uchrayotdi deyish biz bilan Xitoy o'tirsidagi sezgur masalalarni tortib chiqqanlik bo'lamish. Biz faqat Xitoydan keladi deb so'rmaymiz. Biz Bayontoshdan oldidik, Rossiyadan oldidik. Biz har vaqt Uyg'urlar haqidagi sezgurligimizni o'tirg'i qo'yishni davomlashtiramiz. 6 may payshanba kuni Xitoy hukumati Avstraliya-Xitoy strategiya iqtisod dialogi qarmog'idagi barliq faoliyatlarni muddatsiz to'xtatganligini jakarlagan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Xitoy davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti bayonotida yaqinda Avstraliya hukumatining bir qism amaldorlari so'g'uq munosabatlar urushi ideyasi va ideyaviy kamsitlish sababidan Xitoy bilan Avstraliya o'tirsidagi normal almashtirish va hamkorlikni qalaymuqallashtirish uchun bir qator tadbirlarni yo'lga qo'ydi degan. 2018-yili Avstraliya tunji bo'lib Huawei'ning 5G to'rini oshkora cheklagan edi. Avstraliya yana o'tgan yili Wuhan virusi yuqumining kelib chiqishini mustaqil tekshirishni talab qilganligi uchun Xitoy qattiq norozi bo'lib, Avstraliyaga o'ch elish xarakterlik bir qism savdo cheklamalarini e'lon qilgan edi. Ikki davlat munosabatlari shuningdan beri izchil jiddiy holatda turmoqda. Xitoy hukumati dunyodagi 7 chong sanoatlashgan davlat va Yevropa ittifoqini bir yerga jam qilgan G7 tashqi ishlar ministrlari yig'inida e'lon qilingan birlashma bayonotga kuchli inkas qaytardi. Angliyaning sohibxonligida Londonda o'tkazilgan 7 davlat guruhi tashqi ishlar ministrlari yig'inidan keyin e'lon qilingan birlashma xitobnomada 7 davlatning tashqi ishlar ministrlari Tayvanni qo'llagan va Beyjingning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq tafsandchiligi va jazo lagerlarini tanqid qilgan. Bayonotda yana Xitoyning iqtisodiy ta'siridan foydalanib boshqalarni bo'za qilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin bu bayonotning asossiz ayiblash ekanligini, buning Xitoyning ichki ishlariga zo'rlik bilan aralashganligini aytdi va o'zining bu bayonotni qattiq ayiblaydiganligini bildirdi. Yana bir tarafdan Tayvan prezident ishxonasi G7ning o'zini qo'llaganligiga rahmat etdi. Xabar qilinishicha, po'lat temir mahsulotlarini davlat ichi bozorda saqlab qolish uchun Xitoy 2021-yili 5-oyning 1-kunidan boshlab 146 xil po'lat mahsulotining eksportida bojni qaytarish siyosatini bekor qilgan. Bu belgilamaning Xitoyning po'lat temir eksporti va dunyo po'lat temir bahosining o'sishiga ta'sir ko'rsatishi mo'ljallanmoqda.
Xitoy Davlat Kengashi Tamojna beji komiteti e'lon qilgan bayonotga qaraganda 146 xil po'lat temir mahsulotlariga eksport bejini qaytarish yordamini bekor qilish qaror qilingan. Datlashmas po'lat mahsulotlari, reshatka, arxiv va bir qism turbilar qarorning ta'siriga uchraydigan mahsulotlar ekan.